Sergeli Qo'yliq massiv 5 ta 2 xonali uyimiz sotuvga qo'yilyapti. 5 etажkali domimizning 4-qatida joylashgan, o'rtacha holatda. Lokatsiyalariga keladigan bo'lsak, metroga 300-400 metr chiqadi. Bu yerda bog'chamiz bor. Maktab, bog'cha hammasi yaqin joyda joylashgan. Hozir sizlar bilan obzorlarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Bu yerga kelganimizda uyimizning kiraverish eshigi borda. Bu yerda koridor qismimizda, chap qo'limizda uyimizning yotoqxonasi borda. Uyimizda sredniy remontda kirib bemalol yashasangiz bo'laveradi. 56 kvadratni tashkil qiladi. Bu yerda uyimizning hojatxonasi borda. Bu yerda bo'lsa uyimizning vanna qismi. Mana shu joyimizda ko'rib turgan barcha mebel texnikalar qoladi. Ipotekaga ham to'g'ri keladi uyimiz. Bu yerda zal qismimiz borda. Bu yerda uyimizning zal qismidan uyimizning oshxonasiga o'tamiz. Bu yerda oshxonamiz borda. Bu yerda balkon qismimiz shunaqa. Va bu yerda yana bitta xona qilib qo'ygan ekanlar. Yosh bolalarimiz bo'lsa mana shu xonamizni bersak ham bo'ladi. Ya'ni o'zi 2 xona, 3 xona qilib qo'ygan ekanlar. Uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, $57,000 deyilyapti. Yana ham kelishadigan joylar bor. Allaqachon pastdagi raqamlarga telefon qilaverasizlar.